ko'rsatay sizlarga hozir. Bu ko'rinadi. Yaqinroq keling. Yaqinroq. Bunda mana bu ko'rish turbasi. Bunda mana bu dastak bo'lsa, buning ichida ham ko'rish turbasi bor. Mana shu turba bor ichida. Chunki dastakda bo'lsa ham bor. Ko'rish turbasi mana bu ikkitani orasiga olyapti. Qarang mana bunga, qarang. Sizlarga mana bu bo'lsa, shunday turgan. Qarab turing. Birinchi mana bu ikkita vintni ichkariga yoki tashqariga aylantiraman. Ko'ryapsizmi? Yaqinroq kelib ko'ring. Ko'rinyaptimi? Mana buraganimda mana o'tyapti. O'ngga, chapga o'tyapti. Ko'rdingizmi? Ikkitani buraganimda mana bu X o'qi deylik, mana bu X o'qi bo'yicha borib keladi. Biz Y o'qiga nima keltirib olishimiz kerak. Endi pastga kelishi mumkin, tepaga kelishi mumkin. Mana bu Y o'qi deydigan bo'lsak, shuni ustiga qo'yib olamiz. Ikkisi mana bunda yuryapti-ku, markazga keltirganimizdan keyin ana undan keyin bunga tegmaymizda, mana bitta mana buni o'zini buraymiz, orqadagisi. Ikkalasiga tegmaymiz. Bu endi Y ga yurgizib beradi havoni ichida. O'shanda mana bittada keldi, to'g'rimi? Markazga keldi. Endi mana shu holatga kelgandan keyin bitta 180 gradusga burib olasiz. Burib olganingizda yana mana bu narsa ichida tursa, ichidagi havosi. Shunday agar ozgina qochadigan bo'lsa, yana to'g'irlab olasiz. To'g'irlab turib, yana qaytarasiz joyiga. Va mana markazda qoldi. Mana shu holat ishchi holatga kelgani hisoblanadi. Tushunarlimi? Endi ishlayib turgan vaqtingizda mana bu qo'lni bunga tayanib olsangiz ham qochib ketadi. Ko'ryapsizmi? Uni ketdi. Yog'ini bossangiz ham qochib ketib qoladi. Yog'ini bossangiz ham qochib ketib qoladi. Shuning uchun iloji boricha bunga tegmaymiz. Oyog'i oxirigacha ochiladi. Sababi mana kengroq qilib ochganingizdan keyin orasiga kirib ishlashingiz uchun. To'sib qalaqni emaslik uchun shunday bemalol ishlaydi. Yoki bo'lmasa bu yog'iga o'tib ishlasangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Ana endi reyka olib boring bir kishi. Uni emas mana buni. Qani yana bittasi. Bu yoqqa olib boring. Bunga qarang. Aytmoqni qo'yildi, mana aytmoqni. Yo'q, qo'yib turing, keyin o'lchaysizlar. Hozir uni ham ko'rsataman.